Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Craftus. Men mana shu Minecraftdan video ochaman. Agar mana shu videoda 10 ta like yig'ilsa, men Lucky Blockda yoki Kamin Blockda yashab qolaman. Xo'sh, hozir mana shu orolchada yashab qolaman demoqchi edim, lekin bu yerda bitta ham daraxt yo'q. Daraxtsiz vertak yo'q, vertaksiz daraxt yo'q. Xo'sh, endi uzoqlarga suzish kerak. Mana shunday. Qancha orolga boraman ey. Xullas shu videoda atiga 10 ta like bo'lsa, men Lucky Block, Kamin Block, One Blockda yashab qolaman. 5 kun. Xohlasanglar yerda yashab qolaman. Kommentlarga yozib qo'yinglar. Shuncha joyga yurish kerak. Sizlarga Zombie World degan bitta o'yinni tavsiya etaman. Rosa zo'r o'yin. Xullas, men chidolmayman ey. Tezroq kreativ o'tib, bitta dunyoda topish kerak 100 soat borgandan ko'ra. Kechirib qo'yasizlar bunisiga. Men uncha chidab o'tira olmayman-da. Bitta katta orol topsam. Aytganimdek bo'ldi. Hoppale. Xo'sh, men mana shu yerda vijivaniyani boshlayman. Hozir survivalga o'tib olay. Kechirasizlar, kirib chiqib ashuna qilganim uchun. Xo'sh, boshdan kirdik. Tezroq divan yasab olish kerak. Bo'lmasam o'lib qolaman. Xo'sh, hozirgi maqsadim 10 ta blaze tayoqchasini yig'ish yoki qishloq topib, o'zimga chiroyli katta baza qurish. Bu ancha uzun bo'lsa kerak. Xullas, Minecraft'imga shader qo'shish mumkin bo'lganda, albatta shader qo'shib olardim. Like bo'lsa, podpiskani ham bosib qo'yinglar. Agar 50 ta like bo'lsa, men onlayn o'ynayman o'rtoqlarim bilan. Agar 100 ta like bo'lsa, sizlarga men Minecraftda, yana shu Minecraftda server ochishni o'rgataman. Server ochish juda oson. O'zim ham birinchisida qiyin deb o'ylagan edim. Juda oson bo'lib chiqqan. Xo'sh, men hozir bunda 5 kun yashab qolishim kerak.
kungacha uncha yetolmasam kerak. Hozir men mana shu 5 kun ichida darajamni 20 dan oshirishim kerak. Agar 20 dan oshira olmasam, men o'zim suvda tagida cho'ktirib nimadir qilib o'zimni o'ldirishga majburman. Xo'sh, hozir birinchi maqsad qishloq topish bo'ladi. Hop, kam bor ekan. Shu Minecraftda temir juda ham ko'p chiqadi. Olmasam ko'proq chiqadi. Ta likedan keyin men do'stlarim bilan ulanib onlayn o'ynayman. Xo'sh, endi esa mana konga kirib temir topmoqchiman demoqchi edim, temir o'zi chiqdi. Xo'sh, tak. Cho'pak bitta va bitta. Xo'sh, endi esa temirdan kovlab olamiz. Temir bunchalik tez chiqadi deb o'ylamadim o'zim. Sal sekinroq chiqardim men o'ynayotganda. Yana ham temir bunaqa tekis chiqishi ancha qiyin bo'ladi bola. Xo'sh, tak. Endi qanday chiqib olaman? Hop, chiqdim. Xo'sh, hozir endi toshni ko'pi bo'lmaydi. Tosh ko'proq yasab olsam, pechka ham ko'p bo'ladi. Uyimiz ham go'zal chiqadi. Bu video faqatgina shu xolos emas, ikkinchi qismi ham bo'ladi. Ikkinchi qismi ham, uchinchi qismi ham, to'rtinchi qismi ham bo'ladi. To'rtinchi qismgacha bo'ladi, to'rtinchisidan keyin tugaydi. Xo'sh, tak, nechta tosh bo'ldi? 40 ta. Yetib qolsa kerak. Qorni och ketdi. Bertagim qani edi? Mana. Xo'sh, bu yerga yog'och solamiz. Bunisiga ham yog'och solib qo'yamiz. Xo'sh, ungacha esa men qo'y o'ldirib kelaman. Qo'y. Meni ko'r deb o'ylamanglar, ana qo'yni ko'rtirib ketib qoldi deb o'ylamanglar. Menga oppoq qo'y kerak. Unaqa qo'ydan yasash qiyin bo'ladi. Ana shuning uchun ovqatlab pishib qoldimkin. Agar 200 ta like bo'lsa, men hardcore'da 100 kun yashab qolaman. Hop, mana qo'yam topildi. Yana 2 dona qo'y bo'lsa yomon bo'lmasdi.
Xo'sh. Xo'sh. Birinchi qismda hozir men kuchayaman temirgacha. Ikkinchi qismda qishloq topib baza qurayman. Uchinchi qismda Netherga boraman. To'rtinchi qismda esa menimcha to'rtinchi qism bo'lmaydi-yu. To'rtinchi qism bo'lmaydi. Xafa bo'lmaylar. 50 ta like'dan keyin men onlayn o'ynayman. 100 ta like'dan keyin Ender Dragon o'ldiraman. Xullas bolalar, bugungi video tugadi. Sog' bo'linglar.